Bu Amazon biznesini noldan boshlab qurmoqchi bo'lganlar, o'rganmoqchi bo'lganlar uchun mo'ljallangan. Bu kurs 46 ta darslikdan iborat, jami 8 soatdan iborat video tarzida qilingan. Bu yerda siz noldan boshlab, ya'ni Amazon akkaunt ochishdan boshlab, mahsulotni Amerikaga olib kirgungacha, sotish boshlashingizgacha bo'lgan barcha jarayonni qamrab olgan va siz mana bu kursga kirsangiz, video darsliklar bor. Video darslikka kirganingizda mana shu darslarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, deylik siz Amazon akkaunt ochishdan boshladingiz. Shuni kirib videoni ochib ko'rishingiz mumkin va buni tugatganingizdan keyin mana keyingi videolarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, mahsulot topish. Bu yerda mahsulot topish hammasi detalma-detal ko'rsatilgan. Application, ya'ni Helium 10 applicationda mahsulot qanday foydalanib topiladi, Amazon o'zida qanday foydalanib topiladi hamda AI da mahsulot topish yo'llari hammasi qadam-ba-qadam ko'rsatilgan. Bundan tashqari siz o'z mahsulotingizni yaratish, ya'ni qanday qilib o'ziz mahsulotingizni yaratishingiz mumkin, nimalarga e'tibor qilishingiz kerak bo'ladi hamda mahsulotingizni ishlab chiqaradigan fabrikalar topish, masalan, Xitoydan o'z mahsulotingizni ishlab chiqartirib, Amerikaga Amazonda sotish yo'llari barchasi qadam-ba-qadam ko'rsatilgan. Mahsulotingizga masalan, birinchi oyda nimalar qilishingiz kerak, PPC, ya'ni mahsulotingiz advertising qilish kabi barcha yo'llar noldan boshlab hammasi o'rgatilgan. Bu yerda masalan, bu kurs video tarzida qilingan, lekin kursni o'rganish jarayonida tushunmovchiliklar bo'lsa, savollar bo'lsa, har doim support bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda o'sha chat degan folder bor. O'sha chat folderda savollaringizni qoldirib yozsangiz bo'ladi. Va mana bu kurs fayllar bor. Kurs fayllarda mana shu o'z biznesingizni qurish davomida kerak bo'ladigan barcha o'sha hujjatlar, fayllar, ma'lumotlar mana shu yerda joylashtirilgan. Bu darsni boshlashdan oldin siz mana kurs haqidagi yo'llanma folderga kirib, bu darsni qanday o'qish kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak degan savollarni mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda doim support bo'ladi. Mana shu web applicationida mahsulot joylashtirilgan. Shundan kirib, o'zi mahsulotingizni sotib olsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.